أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. namozning saf tizilish tartibini bayon qilyapti. Biz jamoat bo'lib namoz o'qigan holatda qiladigan ishlar ustida to'xtalgan. Bu namozda saf tuzgan chaqda safning tartibi qanday bo'ladi, shuni bayon qilyapti. Oldida erlar turdi. Undan keyin sabiballar, undan keyin xunsa kishilar, ya'ni qo'shnilar, thumma nisa va yasuffu rijalu desanlar bo'ldi, yoki va yasuffu rijala desanlar imma xunum dastlab erlarni tizdi, undan keyin sabilni, undan keyin ma'lum degan ma'noda. Saffa degan so'z saffal qawmu desanlar to'g'ri chiqadi. Saffal jaysha, saffal qaidu al jaysha desanlar mutaaddiyalat to'g'ri chiqadi. Undan keyin birinchi bo'lib erlar tizildi, undan keyin sabiylar, undan keyin qo'shnilar, undan keyin ayollar, undan keyin sabiy qizlar. Shunama namozda mush tartibda turish mustahab. Sabiy qizlar shu ayollarni keyinda turdi. Maktabda bayon qilindi lekin. Amma ar-rijalu faliqawlihi sallallohu alayhi vasallam liyalini ulul ahlami minkum. Asli bu hadis Sahih Muslim'deki hadis. Liyalini minkum ulul ahlami ven nuha degan. Yalini yani mening aqlim tursin demak. Sizlardan mening aqlim eng aqil, fazilatli, isilla, bilimlikli tursin demak. Bu Sahih Muslim'da Ebi Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis. Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yamsahu manakibana fi salati ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أحلام نهى ديام أقل ديام معنده. مثلا بعد ذلك سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان ده بكالدغة خوارج نصف ده. يعني مكة مشركلرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم İslam'ını taqatqan çağlıda bu yusaffihu ahlamana degan. Yani bizning e'tiqodimizni, ideyamizni dötki chiqarib, bu Allohdan g'ayriga ibodat qilish ahmoqlik da'vatidir degan ma'noda. Nuha, nuhiya ko'pchilik deylar. Nuhiya deganmi, yani al-aqlun nahi. Yani kishini ma'ni qilma deb to'sadigan aqlni demakchi. Ba'zi ulamolar ulul ahlami deganni al-balighun al-uqala deb izohlaydi. Thumma alladhina yalunhum. Undan keyin undan tuan turdiganlar, summallazina yalunhum, undan keyin ulardan tuan turdiganlar. Bu hadisda Sahih Muslim'da Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kelgan. Wa amma as-sibyanu fali hadith Anas, sabilaninki erlarning aqib turdiganligining dalili Anas radhiyallohu anhuning hadisiga asosan edi. Anas radhiyallohu anhuning hadisi yuqorida bayon qilgan أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءنا وأم سليم وراءنا ديان أشريس. يعني سيد البخاري ده وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا ده. Hazreti Anas'ın rivayeti delil dedi. Bu Hazreti Anas'ın rivayeti ayollardan burun sebiballarının turduğanlığı delil. Lekin sebiballarının erlerinin turduğanlığı delil bulanmaydı. Çünkü Resulullah'ın keyinde erlerinin sebebinden birisi olab, onundan keyin sebebini ayrım bir sebep kılgan bolsaydı, bu delil buldu. Lekin Enes radhiyallohu anhu'dan yetim bala, yetim degan şu, men mata abuhu ve huve lem yeblughul hilm deymiz. Aşı bala balag'atga yetishdan burun, biz so'rab ketgan narsid bo'lsa, balag'atga yetmagan bala bo'lsa yetim bo'ldi. Cho'nglab bo'lmasa yetim bo'lmaydi. Lekin bu yetim balalar hozir Enes radhiyallohu anhu birga turdi. Enes radhiyallohu anhu o'sha chaqda sabiy bo'lgan bo'lsa, bo'ldi o'xshash. Sabiyni bir sap qilib turgan bo'ldi. Va so'ng aksi yo'q. Enes radhiyallohu anhu baliq deb qarsak, bir sabiy balalar baliq kishi
yani balıqlardan sabiylar bulab qilib urun baka olib qolsa bir hesabda shuni to'ldirib billa turdi degangami dalil chiqdi. Lekin erlar sepi ayrim, yetimning sepi ayrim unda ahvol bo'lmadi. Faqatlam ayollarning oldida turganligining dalili bo'lalaydi. Lekin buning dalili Abu Davud Hasan darajada rivoyat qilgan bir hadis kelgan. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qildi: "Ala ukhbirukum bi salatin nabiy sallallohu alayhi vasallam fa aqama as-salata wa saffa ar-rijala wa saffa khalfahum al-ghilmana thumma salla bihim fa dhakara salatahu thumma qala hakada salatu ummati." Nolki erlarni bir saf tizibdi, sabiballarni erlarning keyniga tizibdi. Namoz o'qirman, ummatimning namozi shunda deb Rasululloh bunday namoz o'qigan deb Rasulullohning namozini naql qildi. Bu erlardan keyin sabiballarning ayrim bir saf bo'lib turganligining dalili. Yani İmam Ahmad rivoyat qilgan hadisda va yaj'alu ar-rijala quddama al-ghilman wal-ghilmana khalfahum wan-nisaa khalfa al-ghilman deb kelgan. Bu hadisda salamda acizlik bor. Mush dalil qilgan mush hadisda, mush tartibga dalil qilgan hadisda acizlik bor. Lekin mush sayyidis Abdullah ibn Mas'ud va Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhudan kelgan mush hadisda liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunhum deganda balki shuning shu tartibga dalil bor. Endi tartib bo'yicha degan bo'g'ashqa. Lekin unda bu dalil aciz bo'lsin yoki dalolat qanday bo'lsin qat'iy nazar asas ulamolar mushunda tartib bilan turganligi ittifoq. Mush tartib bilan turdi deydi. Rasulullohning unda hadis kelgan bo'lsa, nas darajada kelgan bo'lsa, ajizroq kelgan bo'lsa, sahabe kiramning ish izlari, musulmonlarning qilib kelayotgan amali shu hisob. Endi topshiriq birinchi safga yoki erlarning safiga burun kelib, sabibalning birisi o'tirib bo'ldi. Namozga azan chiqqan chog'da, azan chiqsin burun kelib o'tirdi, egalladi o'rinni. Egallagandan keyin, ana bu cho'ng xo'jam keyin takbir tushirishga yaqin kirdimi? Kirgandan keyin u bolni ukam chiqa aqida taqsibga chiqirsa bulamdi yoki chiqirib o'tamanmi uni. Chunki bu burun kirib egallab bo'lgan o'rinda. Chunki har odam o'zining majlisiga haqli degan hadis bor. Sahibul majlis ahaqqu bi majlisihi. Bir odam kelganda qo'pirib turashu. O'shini bahs qilib kelanglar topshiriq. Lekin topshiriqlar hozir qila olib qolibdi. Wal ihtimali kawnil khanatha inatha. Endi nima uchun xunsalar sabilardan keyin turdi desak, chunki bu xunsa ya'ni maqsad qilg'ini al-xunsa al-mushkil. Sizlar masalan mushkil deb qo'ysalar, mushkila dedi. Mushkil desanglar uqolmay qoldigan nima bo'ldi? Mushkil desanglar boshqa. Mushkil al-xunsa al-mushkil ahvolni uqulolmaydigan. Yani her iki a'zo bor bunga degan. Erlik a'zam bor, ayollik a'zam bor. Tanasul a'zosi har ikkisi bor degan gap bor. Diqqat qiling. Yani bu uqolmay qoldi ahvolni. Ermu, ayolmu. Her iki a'zo bor. Lekin bu ayrim bir safda la ilaha illa va la ilaha illa o'tirtirgan. Nima uchun unda sabilardan keyin turdi desa, chunki ayol bo'lish ehtimoli bor. Ayollik azaba, ayol bo'lish ehtimoli borkan, sabiballardan keyin tizdoq. Ham nima uchun ayollarning oldiga tizdilar desa, va amma taqdimuhum alan-nisa'i fal-ihtimal kawnihim dhukura. Er bo'lib qolish ehtimoli borkan, ayollarning oldiga tizdoq. Bikavsimi? Mesela aldıqsa bikavlab qolsa ayoldan biz to'ldirmaydi-ku. Shunga o'xshash. Ana yani ulamolar menda deyilgan diqqat qiling. Xunasali tug'an ahvolda ayrim sap qilib, bular unda bizda kiyim turmaydi debdi. Da arli qo'yib turdi. Chunki endi tug'ini er undan qaysi tug'ini ayol bo'lib qolishi mumkin. Bunda adamlar mavjud bo'lishi mumkin, lekin unga alohida bir hadis masalan, bunda bir ahvol kelmaylik. Lekin mana nima adamlar battinda tabiat o'zgarib ketgan. Yani o'zi aksi tan qurilishi, tanasul a'zosi erning, lekin ayol mijoz bo'lib qolganlar. Masalan, birisi ayollarning qishig'i kiritdi shunda. Chunki suratun nurdimo ruxsat qilgancho, shunda odamning ayollarning qirishiga.
g'ayri ulil irbati minar rijal. Nama? Surat-ın Nur. G'ayri ulil irbati minar rijal olgan ekan, bu ayollarga qiziqmaydigan. Bu ben kırlarını gösterdi ya. Yo'q, erlarning aslında qat'iyda ayollar qarta shahvatlarni o'qimaydigan bo'lib qolsa demakchi. Qirimi shuning ichida, lekin qiri degan gap bu shahvat yo'q degan gap emas. Chunki 80 yoshli odammi farzand ko'rdi hozir. U boymi yashashlik mo'min ko'rsa aqdim olib qolishi mumkin. Lekin vaqe ulul irba degan ayollarni faqat unda qolmaydigan. Shunda kishidan bizsa ayollarni qashib kirib, uni qilgan bizsa Taifni fath qilishning oldida Makka fath bo'ldi-ku. Bir sahabaga qilgan gapi Rasulullohga aytgan. Agar ayta yoki sheyqimda siz Taifni fath qilsanglar, falanning qizini qo'ldan bermagan. Fa innaha tuqbilu bi arba va tudbiru bi 80 degan. Sizning sifatlaringiz bu. Yani buna kelishgan qiz, yani shu tatbiq qilsanglar, shu qizga erishgan degan ma'noda gap qilgan ekan. Rasululloh bu qat'iy sizning orangizga kirmasin bu. Chunki o'zi, mesela o ayollar diqqat qilmaydigan bo'lsa-mu, lekin ayollarning qashi kirib, ondan ko'rgan ahvolni erlarga so'zlab turadigan bo'lg'achqa, yana kirmasin degan. O'zgargan bo'lib qolsa, bu hamda o'zi aslida er yaratilib, ayol o'zgargan emas. Shunda qo'shimsiz qilib, ayollik nimasini besib ketib buni. Ayda o'zgargan bo'lsa, keyin nima o'zgargan bo'lsa, shuning qatorida bo'ldi. Shu kishi qilsa, operatsiya qilib, erga o'zgargan bo'lsa, erlar qatorida turdi. Ayol o'zgargan bo'lsa, ayollar qatorida turdi. Lekin endi men nimani uqmayman. Asli er yaratilib, sog'lom er. Keyin ayol o'zgargan bo'lsa, uni uqmayman. Lekin endi xunsa bo'lib qolsa, keyin nima o'zgarsa, shu bo'ldi. Undan bu xunsa turgan chaqda arliq qo'yib turdi, chaplashib bo'lmaydi deydi. Qala va la tadkhulul mar'atu fi salatir rajuli illa an yanwiyaha al-imam. Mesela ayol kishi eri namoz o'qiyotgan bo'lsa uyda, aksi namoz o'qiyotgan bo'lsa, kelib lam iqtido qilsa bo'lmaydi deydi. Faqat lamash imom bo'g'icha mana ayollardan birisi iqtido qiladi deb niyat qilgan bo'lsa, ondan bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Endi bu vaziyatda erlarga undan niyat ketmaydi. Masalan biz namoz o'qidik, kildan biraylar bizga iqtido qilsa, bo'ldi. Biz boshda mana bir sikir iqtido qildim, imom bo'lma degan niyat qilmasak bo'ldi. Bir sikirlar iqtido qilsa bo'ldi hisobda. Lekin muqtadi ham palani iqtido qilma degan niyat bo'lish kerak. Shunami? Irzaki demizmi? Iqtido qildim hozir menga demizmi? Ko'ngilda shuni iqtido qildim degan niyat bo'lmasa bo'lmaydi. Nima uchun? Ay niyat bo'lmasa jamoat namozi bo'lmaydi. Jamoatning fazilatiga erishmaydi. Innamal a'malu binniyat. Lekin Shafiy mazhabda va Hanbali mazhabda ba'zi namozda, mesela 5 vaqt namozda imom, men imom bo'lma, boshqa iqtido qildigan niyat qilish mustahab deb qaragan. Undan keyin imomning imomatchiligini niyat qilish degan gap azroq bir gap bormi? Ba'zi mustahab desin, ba'zining desin, ishqilib shunda bir ahvol bor. Lekin Hanifiy mazhab mushu masalada ayol kishi men iqtido qildi degan niyatni qilgan bo'lsa, hisob bo'lmasa hisob emas. Buning sababini hozir bayon qildim. Va qala Zufar tadkhulu bighayri niyatin karrajul. Ayol kishi o'sha akishga o'xshashlam, bir akish namoz o'qiyotgan bo'lsa iqtido qilyapsiz bo'ldi dedi. Va lana degan daliluna nahnu thalatha degan bo'ldi. İnşallah hozir al-imam va sohiban bir tarafda, Zufar bir tarafda bo'ldi. Nima? أنه يلحقه من جهتها ضرر على سبيل الاحتمال. Aş imam yalnız o'qiyotgan kishi keyin ayol kishidan bizsa iqtido qilib qolsa unga azroq bir ziyon zahmatga uchrab qilish ehtimoli bor edi. Qanday ziyon? Bi an taqifa fi janbihi fatufsida salatahu. Bi an taqifa fi janbihi fatufsida salatahu yoki fatafsuda salatuhu desak bo'ldi. İqtido qildim deb kiribman, beqiniga kelib tursa, erning namozini bu ayol buzitishi mumkin. Chunki Hanifiy mazhabda ikkalan bir namozni o'qiyotgan bo'lib, ayol yandan tursa, erning namozi buzib ketadi degan qoida bor. Undan keyin bu ayol yana kelib turib qolsa, erning namozini buzitishi yoki erning namozi buzib ketishi mumkin. Undan keyin fakana lahu an yahtariza an zalika bi tarkin niyya.
Navniki mening namozimni buzayotmisan, buzammisan zar hech kim. Men namoz o'qoy, namozimni salomat o'qib olay deb puxtilmoqchi bo'lgan kishi qanday qiladi? O ayol kishi iqtido qilmaydi deb o'zidan unda ayrim niyat qilishmay, ayol kishi menga iqtido qiladi, men imom bo'lgan niyatni qilmay, va yolg'iz namoz o'qidim deb shu niyatidan turaversa, bundan ishi namoz bo'ldi. Lekin ayol kishi kelib, iqtido qilib, aqib turgan bo'lsa, chataqroqdan bilmazaptimi? Lekin endi tursa, buzutib qoladi. Ash ehtimollik bo'lg'achqa biz namozimizni puxta ado qilishimiz uchun niyatul imomi shart deb qo'ydik men dedi. Ya'ni bir bunda qo'g'dash chambirkidan hosil qilib oldik hozir. Mening namozimni ayol kishi kasini buzutolmaydi deb puxtalab qo'ygan bo'lganmiz. Ayol kishidan buzilganda? Ha, ayol kishidan buzildi. Keyin daxmat o'ksu bo'lib qo'yamiz. Sizlarga o'xshash. Qo'yganam taqdirda ayol kishi. Ayol kishi bo'lganda to'g'an kimizda ayol kishi. Ha, ashi imom menga ayollardan biskil iqtido qiladi, men imom bo'laman degan niyatni to'g'ri qilsa bo'ldi dedi. Endi o'qsin buzildi. Lekin niyat qilmasa, endi kelib o'qigan bo'lsin buzolmaydi. Ha, endi kelib o'qsin buzolmasin deb, niyat qilish lozim desak, niyat qilmay o'qigan taqdirda endi kelib men iqtido qildim desam, jamoat bo'lmagan ekan, ikkisi o'rtaq namoz o'qimagan ekan, buzolmaydi dedi. Bu chog'da ayol kishining namoz bo'lardi. Bu Hanafi mazhab ayrim bir o'ziga qoida bektirilib, boshqa mazhabdan ayrim turgan bir masala bor. Boshqa mazhabda endi o'qib qolsa buzilmaydi deyish mumkin. Niyatni imom cho'qim shu qildi mana yo'q qilmaydi. O'qilganda masalan o'ylikda qilsa iqtidodan kelmay qolsa masalan madad qilmay cho'qim qilib qilmaydi. Ya imom bo'lma deb niyat qilish kerak deb niyatul imomni. Kep qazi imom bo'lama, kimsa imom. Niyat qilsa Yaxshi. Hanafi mazhabning bu ayol kishi yanmayan tursa, manda ahvolda erning namozni buziladigan bir qoida. Bu makinka abzas qildi. Lekin ajda bir qoida bo'lg'achqa, ayol kishi kelib, yenimda turib qolsa, men namozimni buzatmisan deb, yoki ash kishining namozini buzatmisan deb biz ash imom niyat qilish shart deb bir qoidani bekitdik deydi. Shuni namozni qo'llash uchun bekitdik buni. Mashar tepilmasa namozini buzolmaydi deb. Undan keyin men namozimni buzatib qolmasam desam, men imom bo'lib bu ayol menga iqtido qilib unda namoz o'qish niyatini qilmayman. Qilmagandan keyin men yolg'iz o'qigan kishi bo'lib o'qiyversam, u ayol beqidimga kelib turib qolsa, u o'ziga namoz o'qigan bo'ldi, men o'zimga namoz o'qigan keyin o'rtaq namoz yo'q, mening namozim buzilmaydi dedi. Shu kishining namozining buzilib ketish ehtimolini ko'z tutib turib biz buzilmaslik uchun bir chara qilib qo'ygan bo'libdi hozir. Niyat uyuqanda Ya niyat. Albatta niyat bak muhim. Yani innamal a'malu binniyat. Yendik adamning buzildi. Imomning buzilmadi, yendik adamning buzilishi kerak. ayol kishi xillashqanda Alt tarafda o'qsa, qayda hech qanday chatoq yo'q. Ummu Sulaymon Rasululloh keyin turib o'qidi-ku. Ma'bak nozik ya, buni diqqat qilaman. Yani bu mazhabning o'zida yerlari bor. Chunki bu alohida mazhab bo'lgan ekan. Mana hozir biz zayron qilgan qarash mana shu yerdan chiqdi. Qala va idza qamat ila janibi rajulin fi salatin mushtarakatin fasadat salatuhu. Bir erning yinida turib qolsa ayol. Ash ikkalarining namozi bir namoz bo'lsa dedi, mushtarak ikkalani tang o'qiyotgan. Ya ikkalan bir imomga iqtido qilib o'qibdi, yoki ayol musha erga iqtido qilib o'qibdi, bir namoz bo'lsa, billa harakat qilayotgan namoz bo'lsa dedi. Mana diqqat qiling. Ki ayrim o'qigan namozni mandatunda desang bo'lmaydi. Va salat mushtaraka bo'lishi kerak degan bir shart bor. Bunda bo'lib qolsa fasadat salatuhu. Erning namozi buzilib ketadi deydi. Val qiyas aslında bu nima buzilib ketadi degan gap nishonchi qiladi. Qiyas asli buzilmasi lazım. Shunama la tafsuda. Yani alla tafsuda demak shu. Val qiyas la tafsudu kama la tafsudu salatuha. Ayolning buzilmagandek erning buzilmasi lazım aslında. Yani bu qiyas nimadan iborat? Asli buni shahvat masalasi deb qarsak, erda ayolga qarta shahvat bo'lgandek, buning namoz buzildi deb qarsak, ayoldimi erga qarta shahvat bor. Asli ayolning buzilishi lazım. Qayda. Nima?
shahvat ikki bir-biriga qarta bor. Erlar ayolni xohlaydigan, ayollar erdan faqat xohlamashi yo'q. Bunga qiyosda har ikkalarning namoz buzilishi lozim. Buningda mu shahvat bor, buningda mu shahvat bor. Lekin hozir erning buzildi, ayolning buzilmaydi deb turib oldinglar demoqchi. Mishada vel qiyos deb kelib qolsan. Qiyos mandatni biz qiyosdan ammodik deb kelib qolsalar mana bu mazhabda. Bu nima deb ataymiz? İstihsan deymiz. Qiyosni tashlab, yo undan kuchliroq bir qiyosni tutish yoki hadisni tutish istihsan deb atiladi. Ana bu mazhab. Boshqa mazhabdagi istihsanlar sal boshqacharoq. Masalihul mursalani istihsan deyish mumkin. Lekin bu mazhabda tarkil qiyas li dalilin aqwa degan bo'ldi. Buni usul fiqhda o'qiysan. Vajh qavlina nima uchun qiyosni tashlatdingiz desa, bizning dalilimiz annahu taraka fardal muqami li'annahu ma'murun bi ta'khiriha. Huquq erning qo'lida bo'ldi emasmi? Ayolni keynida tug'ishi lozimdi. Ayol kishini aqlida tug'izgan deb buyurgan kishi shu yerda dedi. Akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Wa huwa al-mukhtas bil amr dunaha. Hozir xitob ayol qilmadi, erga qilinadi. Ham imom shu yoki ayolni boshqarishi lozim. Va ayolni bunday tug'sa degan shariatning bor. Fatafsudu salatuhu. Undan keyin hozir xitob qilingan kishi bo'lgan ekan, xitobga amal qilmagan ekan, namozing buzilib ketdi deymiz ekan. Bu ana bu mazhabning qarishi ekan. Yana bir tarafdan bunda deyish mumkin. Aqlda tutqin degan gap oldiga chiqib o'qigan degan gap bo'ldi. Ha? Va oldiga chiqib o'qigan buyruqni tutmadi desak bo'ldi. Undan keyin ayol hozir o'zi namoz qoidasi bo'yicha turdigan o'rinda turmay, tus bo'lmaydi degan bir o'rinda turgan bo'ldi. Buni kim tug'izdi? Tug'izdi. Undan keyin javobgar bundan nima ekan? O'sha mazhabning dalilimi shu. Kallamizda o'ssin, o'tmasin. Namozni boshlab qo'ygan kishini shuni keyin qo'shlash narsasi shu vaqtda. Boshlagan chaqda birga turgan bo'lsin, keyin kirib turgan bo'lsa, hali keyin kirib turgan degan gap yo'q. Birga o'qib qolsa dedi. O baytim unda kelib qolsa demoqchi. Oldiga chiqsa bir qadar ish qadam olib plan namoz joiz bo'lib ketadi. Yo'q, uni aytsa masalan, bu odam hozir jamoat bo'lishi mumkin. Masalan, sizlar masjidlar imom ixtiyor qilib tursanglar, bir ayol bilan biqinib turib olsa, sizlar qechib oldiga ish qadamini boshqa turishingiz mumkin. Tushunami? Ya'ni u imom bo'lish kerak emas. Agar imom bo'lgan taqdirda imomning qashqadan turib, imomning oldiga mavqesi bo'ldi. Aşı ayoldan cemaat bulduğu, ayol akıl tutsa. Mesela imamın kendi başka cemaat var. Onda cemaat boğan takdirde akıldıklarının namaz bozulup gidiyor. Akıl tutan cemaatinin. Şu ayol kişi aşında ya tarihten sundurup tutan, ya namazın bozulduğu aşında kılalaydı. Mesela Şafii mezhepte dedik o, ayol kişi tutsa derdi. Şuna Şafii mezhep tıkılını, ayolları, hadi tarihten çıkamaz. Şunda Tutlam tarihlerini sundurup ha, ya korktu dike. Hani bu bunda karıştı yani bir hadis çetişik buluşu mümkün. Namazdan aldı da ayol kişi ötep kaç namaz buzurtudu diye rivayeti var o. Mesela mururul mer'ati vel kelbi vel himar kişi ötep kaçsa namaz buzuldu diye rivayetli var. Hazreti Ayşe inkar kılan bolsun ama bunda rivayetli var. وإن قامت في الصف أفسدت صلاة من كان عن يمينها ويسارها وخلفها بحذائها. Erlerinin sepinin içine kirvasa, bir erlerinin sepi varken, bir ayol kiriplan bunun arasıqlam kiripaptı. Bu çağda o'ng tarafidagi kişinin namazını buzurtudu, sol tarafidaginin buzurtudu, kendiki bir ayollarninkini mi, ahir turgan bir ayollarninkini buzurtudu. Demek bir ayol 3 adamning namozini buzurtdi. O'zining buzilmaydi. Mana bu mazhabda men hozir o'zining buzildi degan gapni qilmadi. Lekin erning buzildi dedim. Ayol kishining buzilmaydi ekan. Wassalatani tufsidani salata arba'atin. Ikki ayol kirib tursa, 4 odamning namozini buzildi. O'ng tarafidagi ayolning o'ng tarafidagi erning, sol tarafdagi ayolning sol tarafidagi erning, ikki erning bo'ldimi? Ikki ayolning oxirgi ikki erning, 4 erning namozini buzildi.
Hani yemini gidip imamın ortası gidip yok yapın ya. يمينها صلاة أربعة من عن يمين إحداهما ويسار الأخرى واثنين خلفهما والثلاث يفسدن صلاة خمسة. Üç ayol bir sep kirvasa, aqidimi sep bo'lib qolgan bo'lsa, bu chaqda 5 kishining namozini buzutdi. Üç ayolninki o'ng tarafdagi ayolning yendi tug'an erning birisi, sol tarafdagi ayolning yendi tug'an bir er, üç ayolning oqidiga 3 er, 5 erning. O ayol vaqtida jazo taqdirlangan Asli bu ayolning namoz buzib ketdi deyish lozim. Chunki bu ayolning o'zi turadigan joyi turmay boshqa kirib olganlikdan. Bayatning yuqorqi ta'lil bo'yicha unda bo'lish kerak aslida. Lekin Hanifi mazhab buzilmaydi debdi. Yani bu mesela mahrem tıkalı buluşu mümkün. Mesela uyda, mesela aksi, dadisi, bu tağısı namazı koysa, kendilerinin yanında turuşu mümkün. Yani udul ya da bakımdan turuşu mümkün. Öyle tartışılık oluşu mümkün. Bu ahalla kıldığı abi. Namazı buzuk kötü ya. Mahrem olsun buzuldu. Yani bir vaziyet. Kayta ayağını akıp durup okum. Ondan kayıtını başlayımız. Ve selâsü yufsidne salâte hamsetin. Yani bu zahir rivayeti şunda geldi. Ve an Muhammed'in, İmam Muhammed'in bunda bir karış yaptı. 3 ayol erlerinin sipi kirip kalsa, yufsidne salâte selâtetin ila ahiri sufu. O sontuğa işkeylen, bekindeki işkeylen namazını buzduma, yukarı karışma okşaş. Lekin bu 3 şeyler aqid tuğan, masat 3 şeylerin namazını buzda, aqid 10 sapılap kalsa, 10 saptaki 30 adamın namazını buzutudu dedi. Ya şu Mescid-i Haram'da özürü boğallıktan, bek kıyım boğallıktan ya unda tertiplendiriş, ölümala bununda ruhsat diyen. Hususiye sebebidir. İlâ ahir sufuf, en ahir kadar dedi. Mesela keyinde 20 sapılap kalsa 60 adamın buzutudu. Ve huve sahihul muhtaru ala kavli Ebu Hanife. Ve Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin karşı boyunca desek muşkaraş, doğru karaş bulup çıkıdı dedi. Ve keza an Ebu Yusuf'a fil mar'ateyn. İki ayal kirvağın ahvaldı mı Ebu Yusuf'un muşunda karaş gelgen. Yani iki ayalının keyni de 10 sap bulup kalsa 20 kişininkini buzutudu der. Budurduk mu yaptı? Ya aş ayalının aqid tuğan işkeyleninin işkidin. İstersen ama doğar işkişi o ayolun bir hava olsun mu? Belki de ya bu namazın tertibini buzganlık zaten deyiş mümkün. Bu bir taraf. Çünkü insan da ayol aldı turup kalsa bu mayda digerliktir. Ya mesela sen namazı aldı ya rükudun tuğan çağda burrak başka tarafı ya secden burrak başka taraf turup kalsa ay secdeden de kopmaganlığını göre işleri mümkün. Hazır muşu meselede farzlab qarabdi. Aslida a tartib mustahab bo'lish kerak. Ya şu udulda tuğanligi muzuldu demoqchi. Buni shu mustahab deb qarab, lekin ayollar masalasi xususiy bo'lganlikdan oxirigining buzib ketadi deyish kerak. ولو كان النساء صفا تاما فسدت صلاة من خلفهن من الصفوف. Eğer ayollar ayrım bir sap tashkil qilgan bo'lsa, uning keynida erlarning saplari bo'lib qolsa, butun sapning namozi buzilib ketadi. Undan bu taravihda imomlarning masjidda ayollar ishtirok etib, biz keynida sir chiqib qolsak. Ya ikkinchi qavatda masjid sayrim. Hozir bir qavatda badan bilan 5 arliqqa, bunda arliqda chiqib bir ya udiltilgan holatga agar ma'ning 5ning ustiga ma'ning putkildigan bo'lsa mayli. Lekin ma'ning beliga ma'ning putkildigan bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni udillishi shart, barobarlik 20 cm 30 cm bo'lib qolsa bo'lmaydi. To'liq buning usti asli bo'lishi kerak. Ya ikkinchi qavatda ya yer asli bo'lishi lozim. Va shartul muhadama. Muhadaninki yenda barobarda turib qolgan chog'da namozni buzutdi deyishning sharti an takuna salatu mushtaraka. İşada ikkilan shu bir namozni ya shu ayol shu erga ixtido qilib o'qiyotgan
ya ikkilaylam boshqa bir imom iqtido qilayotgan ahvol bo'lishi lozim. Ya'ni bu peshin o'qiyotdi, ikkan tang ruku bordi, tang sajda bordi, shunda tang harakat qilayotgan, billa o'qiyotgan bir namoz bo'lishi kerak. Agar billa o'qigan namoz bo'lmay endi turib qolish makruh. Erni namoz buzib ketmaydi. Va an takuna mutlaqa. Yani mush namozmi mutlaq namoz bo'lishi lozim. Mutlaq degan ikki xil ma'noda. Birisi namozdan digil bo'lgan namoz bo'lsa deydi. Buningda nima chiqib qoladi? Salatul janoza, sajda tilova va shunga o'xshash sajda shukr masalan. Shunda namoz digil olmaydigan unda, bir tarafda namoz digil oldi, lekin bunda muqayyad holatda ism bor. Ayrim atilgan ba'zi namoz chiqdi. Lekin mush nafl olsun, farz olsun, qazo olsun namozdamda deymiz. Bundan ruku, secde bağlam namoz bo'lib qolsa demakchi. Mutlaq deganning yana bir ma'nosi sufti nafl olsun, farz olsun demakchi. Wal istiwa'u fil buqa. Mana shu tug'an joymo tang barobar bo'lishi lozim. Ayollar ikkinchi qavatda yo yarastida bo'lib qolsa, bu yerda o endi turib o'qidi degan gap mavjud emas. Mesela mishada bir er o'qidimi? Aslida yanda ayol turgan bo'lsa bo'lmaydi, lekin mushu yanda turgan joyning ustida ikkinchi qavatda bir ayol o'qigan bo'lsa bo'ldi, muhazza bo'lmaydi. Yoki shuning ostida qavatda turgan bo'lsa muhazza bo'lmaydi. Va an takuna mutlaqa bir sharti mutlaq namoz bo'lishi kerak. Namozga ruku, sajdasi bilan namoz bo'lsa bo'ldi degandan nima chiqdi? Imom farzga turgan bo'lsa, endi turgan ayol naflga turgan bo'lsa-mo, yana buzdi degan. Ikkisi farz bo'lish shart emas endi. Wal istiwa'u fil buqa baytindagimizda va an takuna min ahli ash-shahwa. Cho'ng kichiklikda demakchi. Mahramlik masalasi emas. Yesh cho'ng kichiklikda balog'atga yetgan bo'lsa, shunda bo'lsin-mi? Balog'at yetganlar bo'lsa, u er garchi mahrami bo'lsa-mo, yana buzdi deydi. Çünkü bu yerda hozir shahvat masalasini ham ko'z tutmadi, o'rin masalasini birga qatib ko'z tutamiz mana bu masala. Undan keyin bu balig'a bo'lsa, hatto mazhabda yashim qolgan mo'may bo'lsa-mo, yana o'xshash. Burun min ahli shahva bo'lganli bo'lsa-mo o'xshash. Hozir o mahalli shahva emas. Ya'ni u yoshlar nisbatan mahalli shahva emas. Lekin shu o'zining esiga degan nisbatan mahalli shahva bo'lishi mumkin. Undan keyin mishada mahalli shahva ayol bo'lsa-ham, shu yoshdagi ayol bo'lsa-ham, hatto mahram erning qesib turgan bo'lsa-mo, namozni buzutdi deydi. Wala yakuna baynahuma ha'il. O'tirda to'saq olmaslik lozim. To'saq bo'lib qolsa namozni buzmaydi. Mesela perde oldu, tam bo'ldi, shunama namozni buzmaydi. Wa adnahu mithlu mu'khiratir rahl. Ang to'ni aqalli taqdirda tugining igirining yo'lanchigi vaqo yo'linib o'tirgan egarlik yo'lanchik shunchalik bo'lsin 20 metrdek bir nima bo'lishi lozim demakchi. Masalan pakatam bo'lsin, bunda bir narsa ya ishkab ya shiradek masalan bir to'saq bo'lsin mayli demakchi. Ma'noda sal yengilladimda. 50% ga qoldi-ku mana bu. Sal yengilladi. Endi bu Hanifi mazhabning mushu vaslida tutgan qarashi mushu. Endi mishada mush ayol kishining o'rnining shunda o'zgarib qolishi tartibga rioya qilmaganlikdan erning namozini buzatdi dedi. Shunama? Nima uchun desa, birinchi akhiruna min haythu akhraunalloh. Bu endi tursang bo'lmaydi deganlik, bo'lmaydigina namozing buzildi agar turib qolsang deganni ko'rsatdi debdi. Ikkinchidan Ash Anas radhiyallohu anhuning hadisida va aqama umma Sulaymin wara'ana dedi. Yoki Buxoriylik rivoyatda vel acuz min wara'ina dedi. Asli qoidada keyinda yolg'iz bir odam ayrim saqlab turish makruhda, makruhda. La salata limunfaridin khalfas saf. Bunda bo'lgan ekan, agar ayol kishi er kishining qish qilib tursa, makruh bo'lmaydigan bo'lsa, chataq bo'lmasa, atoat uni chataq ishni qilib masalan hal qilmaydi dedi. Yani er kishining beqimda tursa, bo'lgan bo'lsa, bakan makruh bo'lgan ishga muhtoj bo'lmaydi. Hozir makruh bo'lgan ishga muhtoj bo'lib, ayolni yolg'iz tug'izdi bir satda. Shundami? Bunda bo'lganda ekan, bu yerda makruhni tanlaganligi endi tursa namoz buzildi ekan degan ma'no chiqdi shunda. Bu yerda axafud dararaynga yetkaldi. Bo'lmasa atoat makruh ishni qilmaydi. Mana xil yomon emas bir ta'lil ekan.
Yana bir narsa qiyos qildi bular. Agar imom bo'ldi. Iqtido qiluvchimi bu iqtido qiluvchi imomning oldi tarbiyaga bujumtir oldiga chiqarsa, namoz buzildi. Ham yerda iqtido qilgan buzilishi mumkin. Lekin namoz buzildi degan bir ish bo'ldi hozir. Bir o'rinning u ham bo'lib ketishidan namoz buzilib ketdi anim. Undan keyin mishada biz bu yerda ayolga demaymiz, chunki ayol xitob qilmagan, erga xitob qilgan. Hozir ham shu o'rin ustida ra'y qilmoqlikdan xuddi imomning oldiga chiqib olgan erga o'xshash namoz buzilib ketdi dedi. Asli sunnat nimatta ayol kishi erning keyinda turish. O'zing buzildi. Demak, hozir bu yerda endi buzilish bor. Lekin bu kishi muxotab hozir. Kishi muxotab. Lekin ayadimi asli ayolni muxotab deymiz. Ya'ni ayolga shu joyingiz turing, oldiga chiqamang degan xitob boshingdimi? Ya'ni mazhab aningda hozir boshquruvchi erdida, yerda iqtido qiluvchimi shu muxotab deb qaradi, shunda bir qiyos qildim. Dal tushunasizmi? Lekin bir xil qiyos qildi. Lekin namoz buzilib ketish degan gap bormi? Bor. Agar namozingiz makruh bo'ldi, lekin hisob dedimi? Demadi. O'rinning bu ham bo'lib ketsa namoz buzilish kirib chiqdi. O'sha namoz buzilish kirib chiqdi. Garchi yerda hozir namoz buzilganning nimasi o'xshash bo'lmasa-mu, lekin namoz buzilish degan bir ish bor demoqchi. Imomning buzilsa, mazhabda keyin turgan hammaning buzildi. Lekin hozir iqtido qilish ma'nosi endi turib qilish, iqtido qilish masalasi emas. Boshqa imom iqtido qilgan holatda yondan turishni ko'rsatdi. Muqtadi bilan birga turishni ko'rsatdi. Hani jumhur ulamolar nima deydi? Hanifi mazhab bilan farqi, ayol kishi erning yonida turib olsa makruh. Namoz buzilmaydi. Ayolning buzilmadi, erning buzilmadi. Hanifi mazhab erning buzilib ketdi deganda shu ayrim o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'ygan bo'ldi. Farq shu. Erning buzildi, ayolning buzilmaydi deganda, masalan, ayol kishi iqtido qildi ashunga. Iqtido qilganki, bu iqtido qilmoqchininki buzilib ketgan bo'lsa, buzilgan narsa iqtido qilsa, uningki endi turib qolsa, endiki adam buzildi. Bu endiki adam imom bo'lish shart emas. Siz jamoatlar namoz o'qitdilar, imom iqtido qilsin. Ayollar kelgan bir ayol turib oldi, sizning buzilib ketdi, imomning buzilmadi. Agar imom bo'lib qolgan taqdirda, abi ham dedik-ku, birinchi masalada. Ayolning buzilib ketish ehtimoli bo'lg'achqa, biz ayol kishi iqtido qildi degan bir niyatni qilish kerak. Agar niyatni qilgan taqdirda yana yeni kelib turib olsa-mu, yana buziladi. Ammo keyinda turib qolsa buzmaydi. Ana bu shartni nima uchun qo'ydik? Bunda bir shart bo'lgan ekan, bu kishi hozir buni iqtido qilsin, niyat qilmadi-ku, o'qsam bo'lmaydi deb buldi qilish mumkin degani. Oldinda listak bir ish. Hozir tushunmagan hamda aksiyon buzilishi ham tushunadi. Lekin ayol kishi hamda shu buzul iqtido qilgan bo'lsa, ayol kishi niyat qilganda, o'sha aksiyon men iqtido qilgan niyat qilib, aksiyonni buzildi. Aksiyon buzilgandan keyin bu ayol iqtido qilib o'qiydi bunga. Aksiyon buzilib bo'ldi. Ayol kishiniki buzilgan hanafi mazhabda Ağaçtan ustiga kuch qurmaydi dedik-ku, buzib bo'lgan narsani. Jamoatimiz bo'lmadi bu yerda. Jamoatimiz degan gap bo'lmadi. Hozir o'sha alnadi, o'zalda o'qiganimiz yolg'iz namoz bo'lamdi. Ya u makamo bo'lmasdi. Ya'ni ikkinchi masalada, uzun masalada ayolning buzilmaydi, endi erning buzilib ketadi dedi. Ya jamoat namoz bo'lmaydi. Nega u ayolning o'z oldiga yolg'iz namoz bo'lamdi? U ayolning o'zining tartibi bor. Bo'lmasdi. Yana birinchisi kishi niyat qilsa, ayol kishi niyat qilmasa namoz buzilmaydi. Niyat qilmasa yaratildi. Niyat qilmasa buzilmaydi, to'g'ri. Niyat qilmasa buzilmaydi, niyat qilmasa yana bir ayol qilmasa buzilmasa o'qiymiz bo'lganlarsa. Niyat qilmasa buzilmaydi, chunki bular ikisining namozi boshqa. Mushtarak namoz buzildi degan. Nima? Ikisini ayrim-ayrim. Bu ayol hozir ana iqtido qildim deb o'qidi. Jamoat bo'lanmaydi bu deydi. Bu o'zining oldiga namoz o'qitdi, bu ayol buzilmadi. Bu ayol o'z oldiga namoz o'qitdi, jamoat degan narsa mavjud emas. Yani la tadkhul fi salatihi dedi. Erning namoziga qatnashamaydi dedi. Niyat qilgan taqdirda qatnashamaydi.
Nasıl yoga vaktimizde ayol kishi erga zakıldığı için şu erna o nemisini ruhsatını gerek. Aldın mesela aşında bir gün bulaşık lazım. Müşünü kıldırsa aşında yeni kılıp namazı kılmışsın ben. İhda kıldım da, yerim ihda kıldım da, bakın kılıp namazı kılmışsın. Aşında aşında buluşsun aldığınız için biz aşında niyet şartlarını biriktirip koymayız. Bu ayol mu? Şu yerim niyet kılan bolsa andı ben kılıp tutsam boludu, bulmuş olmayı diyenken o tüyoksuz kılıplan endi tura olamaydı. Lekin baştan tartıp tutmakçı bolgan bolsa er bunu tuqqan eken, xotin sizlar aqlingda turinglar deb to'zib qo'ydi dedi. Ben bunlara tushundim. Bu murakkabroq ekan. Ayol kishiki vaqtida agar ayol kishi ashdan namoz o'qigan bo'lsa, bu ayol kishining vaqtidagi niyati iqtido qilish. Shu unda o'qishning niyati farz deb o'qiladi. Xudosi bu ayol kishi. Ya iqtido qilish u farz degan gap yo'q. Jamoatlar namoz o'qish ayollarga farz emas. Ya namoz o'qish niyati u farz. Alim ya ikki niyat bor. Namoz o'qish niyati bor. Ma erga iqtido qildim degan bir imom iqtido qilish niyati bo'ldi. Ya'ni jamoat namoziga nima bilan kirdi? Ama sen birisi kirib bilan saf tutdi. Bu o'zaldiga namoz o'qidimi yoki jamoat bilanmi? Shu niyatida men mushohada imomga ergishib o'qiyman degan niyat bo'lsa, jamoatning namoziga tavba ham shu niyat bo'lsa, undan jamoatning fazilatini Alloh 27 darajaga erishadi. Bo'lmasa erishamaydi. Gerçi tam o'qigan bo'lsa-mu, erishamaydi. Qala va yukrahu lin-nisa'i hudurul jamaat. Ayollarning erlar jamoatiga qatnashib namoz o'qishi makruh. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam buyutuhunna khayrul lahunna. Lekin mush uyda namoz o'qish shu afzal degan mazmunni saytisi bor. Buni boshqa ayollar ijozat so'rab qolsa, ijozat qilinglar. Ve yani hazır icazetinden çıkıdığına bunu sıkmaylandaki bir kaidesi ama müşahhadiske asasen ayollarının uyda okuşu evzel diyenden erlerin cemaatiye katlaşışı mekruh diyen mezmununu aldı. Peki onda ya demek çoğu ne? وَلِمَا فِيهِ مِنْ خَوْفِ الْفِتْنَةِ Evzellik mübah bu bir taraftan bunu yani eğer bastırdığına mekruhlukna veya fitne bulup kılış ihtimali var. Şunda ensireyimiz demekçi. Gerçi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hadislerde ayollarının katlaşkanlığı o inek var. Mesela inni uridan utawwila as-salat fa asma'u bukaa as-sabi fa atajawwazu fi salati kirahiyatan ashqa ala ummi degandek. Ayollar bu vaqtni elib Resulullah'ning namoziga iqtido qilganligi mishada chiqdi. Lekin shunda odamda keyingi vaqtlarda ayollarning o masalaga chiqadigan ayollarning ahvoli o'zgarib ketdi. Mesela Hazreti Ayşe bu keyingi vaqtlarda mesela Abdur'ning zamoni qadar emas. Resulullah vafot bo'lib, Hazreti Ayşe 18 yaşında qolib qoldimi? Shu chaqdan tartib bu ahvol ko'rilishga boshlagan. Şu Hazreti Ayşe muttafaqun alayhi hadisda law adraka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma ahdatha an-nisa'u lamana'ahunna kama muni'at nisa'u bani İsrail degan. Şu Hazreti Ayşe'nin zamanında Resulullah'dan keyin agar Rasulullah mush ahvolni ko'rgichi yashagan bo'lsa, xuddi Bani Isroil ayollarni cheklayotgandek, Rasulullah mush islom ummatining ayollarini cheklayotmasdan. Shu darajada sahoba kiramlar hayot bachaqda shunday ahvolni ko'ralgan. Ya'ni masjidga yasinib chiqadigan, uning boshqa ishlar. Nolga mushatni bo'lishi bir tarafdan makruhning sababi. Ama mushuning hamda bunda ikki tarafi bor. Bir tarafdan qarasa, bu Allohning beyti, la tanau ima Alloh masajidalloh. Allohning beytini to'sashga bo'lmaydi. Bir tarafdan qarasa, ayollar yasinib chiqayotgan 15 minut aynakning oldida tayyorlik qilib chiqishi mumkin hozir. Lekin bu masjidga kirib chiqish jarayonida yo'lda erlar diqqat qildigan, garchi u savobli ishni qilaman desimi, lekin uningga yandishib xatarlik ahvollar kelib chiqishi mumkin. Lekin bu munda bir foydalilik ikki taraflamalik bir ishim. Va hada fi shawab maktabda makruh bo'lishi yosh ayollar qarta debdi. Bil ijma. İmamlarımızın icma bilan makruh bo'ldi. Yani icma mishada Hanifi mazhabdagi 3 imamning ittifoqini ko'rsatdi. Yani bütün İslam ümmetinin icma emas, Hanifi mazhabdagi al-imam va sahbana ashabuna degan atalg'udagi 3 imamni ko'rsatdi.
Ammal ajaizu fayakhurujna fil fajr wal maghrib wal isha. Ma yashin qaga ayollar Mumbayla, Bamdatda, Shamda vaqtda ne qarango chaqdagi namozlarda chiqsa bo'ladi debdi. Imom shunda debdi. Va qala, ikki shogirdi yakhrujna fis salavati kulliha li wuqul amn min al fitnati fi haqqihinna. Mumbayla qarta, yashin qaga ayollar qarta, unda fitna bo'ldigan ish bo'lmagan ekan, kunduzda chiqaversin bo'ldi debdi. Valahu imomninki dalili yashin qaga ayollar kunduz chiqsa bo'lmaydi, makruh bo'ldi deganning dalili أن الفساق ينتشرون في الظهر والعصر فاسق kişiler pişem ve asr muşunda gündüzün namazlarda koşularda tarqaydı ve fil magribi yashtagiluna bil asha sham bo'lgan chaqda kech tamoq yeymiz deb uyda geçirkitdi ve fil fajr vel isha yakununa niyama bamdatulan xutanda uxlayotgan holatda bo'ladi. Bu anda İmam Abu Hanife rahmetullah alayhining yashagan davrida shu Kufadagi ahvol bo'lishi mumkin. Peki hazır xutdan Şam vaqtlarida ko'chalarda aylab yurishi mumkin paslar. Va likulli saqitatin laqita. Mesela har qanday birisi yaratmay tashlatgan narsani yaratib oladiganlar bo'lib qoladi deydi. Mesela bu kirim olmayken deb yoshlarimiz diqqat qilmay ketsa, bu oydim bizsa oxir bo'lishi mumkin. Va tuyuru ala ashkaliha taqa degandek. والمختار في زماننا ألا يجوز شيء من ذلك لفساد أهل الزمان. Yani bizning zamanımızda, yani bizning zamanımızda demiş Abdur'ның zamanında, yani 700 yıldan burrak, yani 750 yıldan burrak çağ. Bizning zamanımızda yaş olsun, kırı olsun, hiç qanday durus emas. Yani hammasi makruh demakchi. Yaş olsun, kırı olsun, ayollarninki masjidga namoz o'qishi makruh. Lifasad ahli zaman zamanimizdagi shaxlarning buzilib ketganligidan, nacharligidan va tadahuri bil fawahish zina fahisha ashunda nashayin ishlarni uçqashkara qilib yuradigan bo'lib ketganlikdan, tattatmaydigan bo'lib ketganlikdan. Lekin bu masalada bundan bayatdan deganda ikki taraf bor. Hozir Hanifi mazhabning mush qarishi bo'yicha boshqa ishlardimi shunga rioya qilib, islom shariatiga rioya qilib bunda mansaq masjidga chiqmang desak bo'ldi. Ammo boshqa ishlarda islom ko'rsatmasi bo'yicha mangmay, bozorga xolgan chiqib, yasinib qatnab yursa ayollar, uni to'smaymiz. Shunama bozorga chiqib, aylanib chiradimi? To'smaymiz. Restoranlarga borib o'tirib keldi, to'smaymiz. Faqatla masjidga borgan chaqda bo'lmaydi deb to'sib olsak, yana bir guruh chiqib qabristonlarga borsang bo'lmaydi deb oxiratni eslaydigan, o'limni eslaydigan, axloq yaxshilanadigan bir ishni to'sib olsak, biz hamma ishga ruxsat qilib, faqat yaxshilik tarafi bo'lgan ishni to'sib qo'ygan bo'lib qolamiz. Shunga agar to'sib olsak, shu behuda sirtqa chiqish, ko'chalarda yasinib yurish, restoranlarda o'tirish, ko'chqandash, ashun hammani to'sayli. Masjidni to'sayli. Billah. Ammo boshqa hammani qo'yib birib, islom dinini o'rganadigan, Allohni eslaydigan, oxiratni eslaydigan islom to'sib olsak, ta'tillik bo'lib qoldi. Shu ani qo'yib bergan shunday hozirgi zamonda qabristonlikqa chiqib ziyorat qilishmi, masjid namoz o'qishni to'smaslik lozim. Hammasi bir tutash bo'lsin. Ya qabristonlik kelgan nas u ayollarning qabristonlik chiqishini chekilgan nas emas. Bir hadisda la'nalloh zairatul quburda, zairat yoki zavvarat bu sigat mubalag'a yoki sifa doima deymiz. Zairat degan nisbatimi? Davomli qabriston ziyorat qilib turgan ayol degan bo'ldi. Yoki qabristonning ziyorat qilg'aq ayol degan bo'ldi. Unda normal ziyorat qilib turish cheklangan ish emas. Mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir qabrning tezi yig'layotgan ayolning qashiga kelib, o'tib ketib qolgan chaqda sabr qiling dedi. Desa, mening beshim kelgan, sening beshing kelgan bo'lsa, sen bilding deb Rasulullohni tanimay qo'pol gap qildi. Sahobalar kiramlar Rasululloh gap qilmay ketgandan keyin, "Voy bu Rasululloh unda gap qildingiz" desa, "Voy men tanimabdim" deb, keyin orqadan yugurib berib, Rasulullohning hujrasida u qarovulmi yo'qdi. Kelib, "Voy qapimizlar, men sizni tanimabdim-a" deb uzr aytgan bo'ldi. Shu chaqda qabrini ziyorat qilsangiz bo'lmaydi degan gapni qilmada. Nima sabr anda sadmatul ula dedi-ku. Bundan boshqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin kechida Hazrat Oyshaning yenidan sug'urilib chiqib, qarong'ida mangdi. Mangki Hazrat Oysha boshqa ayolning birisining Rasulullohning ayollari ko'p bo'lgan ekan,
Başka ayollardan birisinin qaşqa chiqib baramdiki deb aqlında chiqib marab baqdi. Marab baqqan chaqda aqlda mangsa Rasulullohning vasasi Hazrat Aysha hozir Rasululloh dafn qilma o'jirsa Baqi'ning arliqi 300 metr kildi. Shunami? Shunday arliqan. Rasululloh Baqi'ga chiqib, ikki qo'lini ko'tarib va ikki qo'lini ko'tarib degan diqqat qilinglar. Mama o'rindan boshqa qo'l ko'tarsa bo'lmaydi deb tur. Shu Baqi'si ikki qo'lini ko'tarib duo qildi. Duo qilib shunda yenishiga Hazrat Aysha Rasulullohning yong'inini ko'rib qolma, abla shabla oqiga yugurib palash mangdima mang'aniki Rasulullohda qarasini ko'rib qoldi. O'ziriga chisa Hazrat Aysha yetib oldi, lekin hasrat chenib qoldi. Chenib qolgan batin birisini qarasini ko'rgan siz o'xshamansiz ya Rasululloh unda sizga yo'shig'li bo'lmaydi. Biz yo'shisaqmi Alloh taolo bizning yo'shig'imizni sizga xalq qo'ydi. Men ko'nglimga shunda boshqa o'yli kelib, qarshi aylining qashi shirkitga deb marab chiqqanda degan chog'da Rasululloh yaqin Jibrilning qashini kelib, shu Baqiga chiqib, sahobalarga duo qilgan deb buyurg'achqa men chiqib duo qildim. Sizmi chiqib duo qiling deb Hazrat Aysha chiqib duo qilgan. Buningdan boshqa u qabriga ziyorat qilish to'silgan. Hatto to'sqan degan bir nima bo'lsa-mu, keyin Rasululloh nodida kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha degan ayollar xitobmish. Fa innaha çünkü illat nima tudakkirukum bil axirah. Erlarga oxiratni eslatadigan, ayollar eslatmaydiganmi? Har ikkisi o'xsha eslatadi. Undan ekan ayollar jig'zar qilib, yoki boshqa bir nima shakllantirmasa, qabrisallohchisi bo'lar chatoqli. Undan ekan biz Allohni eslatadigan, qabristonlik bilan din o'rgatadigan va jamoat duo tilovat qilgan, islom tablig'ini anglaydigan masjidlar to'silib, boshqa butun nimaga qo'yib bersak, bu ta'til bo'lib qoladi. Asli ma'nodan to'smay, a'ni to'sash lozimda. Endi uningni to'smagan ekan, ma'nodan to'smadi. Foydali bo'lgan narsani to'sma deymiz. Bu xas qilib unda taydan shunda qilsa balki bidat deyilishi mumkin. Ulamolar cheklaydi. Qala wa an yusallina jama'atan. An bayatdan qilsa erlarning jamoatlarga, masjidlarga erlarning jamoati qatnashmaslikda. Hozir ayollar o'zaro faqat er kishi yo'q, ayollar ham xas jamoat bo'lib namoz o'qishi makruh. Ve en degan mishada shu makruh deganga qaytildi. Li'annaha la takhlu an naqsin wajibin aw mandubin. Çünkü ayollarning jamoati, ayrim o'qigan jamoat namozi cho'qim bir kamtuk babiningda deydi. La takhlu an naqsi wajibin. Bir vojib kam bo'lib qolishi mumkin. Aw mandub yoki mandub yo sunnat mustahab ishlar cho'qim birisi kam bo'lib qoladi. Kam bo'lashdan xoli emas. فإنه يكره لهن الأذان والإقامة. Çünkü ularga azan to'lash va takbir tushirish makruh. Buni ko'pincha mazhablar azan to'lash makruh deydi-ku. Takbir tushirish makruh. Shafiy mazhabida makruh emas desimi, lekin Hanafi mazhabida makruh. Va taqaddumul imami alayhinna. Yana ayollar jamoasi bo'lgan ahvolda ayol imom kendiki ayollarning oldiga chiqib, erlarnikidek 1-2 metr, 2 metr, 3 metr mesela oldiga chiqib bunda o'qishi makruh. Yani ayollar jamoat bo'lib o'qiydi deganlimi, makruh bo'lmaydi deganlimi, imomi unda oldiga chiqib demaydi. Undan mushi tarafdan makruh bo'ldi demoqchi. Maliki mazhabda makruh deb qaraydi. Ha? Hanafi mazhab yolg'iz emas. Maliki mazhabda makruh deydi. Maliki mazhabda makruh deyishi boshqa bir tarafdan. Bular imom bo'lishning sharti er kishi bo'lish lozim. Er bo'lmasa imom degan gap mavjud emas. Undan keyin imomningki er bo'lish sharti degan bir gap bor. Shu tarafdan Maliki mazhab makruh demaydi. La tasihhu imamatul mar'ati aslan deydi. Hanafi mazhab bilan farqi taqa. İmamatçılığı tigidin o bekar deydi. Ya cemaatimiz degan gap yo'q. Chunki shart. Shart topilmadi mi o yo'q deydi. Bildim. Yani Hanafi mazhabda shunda o'qiydi deydi. Yani makruh bo'lmagan usul shu deydi. Ayrim yani bashaydan bo'lsa hamma so'z oldiga. Yani Hanafi mazhabning dalili cho'q desa, birinchi dalilni ma'lumot bayon qilishmi? Namozning sunnatlari ba'zi vojib, ba'zi yani Rasululloh sallu kama ra'aytumuni usalli degan shaklda aynan unda qilib bo'lmaydi. Erlarnikida o'xshash jamoat qilib bo'lmaydi.
Çünkü onda azan kam, ya binas kam. Ya ülli qiraat qilish kam bo'lib qolish chunki erlar anglaydigan ya bo'lib qolsa. Yana bir dalili, agar ayollarning jamoat ulab namoz o'qishi erlarninkidek mustahab bo'lgan bo'lsa, buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cho'qim bayon qilib qo'ydi. Ayollar jamoat ulab o'qinglar, buning o'xshash savob olasizlar, erlarga o'xshash deb buni bayon qildi cho'qim. Bayon qilgan bo'lsa, bizga naql qilib yetib keldi. Buni bayon qilmaganlikda buning makruhligini, mustahab emasligini, hech bo'lmasa mustahab emasligini ko'rsatdi. Buningdan tuvan, buningdan kichik ishlarni bayon qilib qo'ygan-ku. Mahali joyida gapimda. Yani ayollarni rag'batlantirgan ahvol bo'ldi. Siz uyangizda namoz o'qisanglar, hamma unda ayrim o'qimanglar, biraylar imom bo'lsin, yoki sho'nroq imom bo'lsin, jamoatning fazilatiga erishsizlar, 27 daraja olasizlar degandek gapni qilibdi. Bunday qilmagan ekan, bu mustahab emas ekan degan gap chiqdi, aqalli taqdirda. Ayollar kirib ketadi, lekin ayollarningki sen alayda bir ahvol bo'lg'achqa, agar o'xshash bo'lsa masjid chiqishim o'xshash ijozatga muhtoj bo'lmasi kerak. Shu anda ayrim nas kelgan ekan, ashunda ahvol ayrim nas kelgan turg'uliq, ayollarning ayrim jamoat bo'lsa ayrim bir nas kelish kerakda sizda. Agar mustahab bo'lgan bo'lsa, bundan nas kelmaganligi, bu mustahab emaski, yoki makruhlikni nisbati demiş. Yani bir mazhabning va dalil qilish usuli ma'lum. Şafi'i mazhablar, Hanbali mazhablar ayol kishi imom bo'ladi deb qaraydi. Nima uchun desa, jamoatning fazilati to'g'riliq 27 daraja, 25 daraja keldi-ku. Shu umum dalil. Buningdan boshqa ba'zi asarlar bor. Mesela Aisha radhiyallohu anha annaha sallat bi nisbatin al-asra faqamat wasatahunna. Buni Imom Shafi'i al-degan kitobida Ibn Abi Shayba rivoyat qilgan. Yana ammat ummu salamata nisa'an faqamat wasatahunna. Bunu mu İbn Abi Shayba rivoyat qilgan. Yana Ummu Varaqa bint Nawfal, bu mujahid ayollardan, mujahid sahabiyat, mujahida yani. Ja'ala laha ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam mu'addinan fi baytiha yu'addinu laha wa amaraha an ta'umma bi ahli dariha. Bunu Abu Dawud rivoyat qilgan. Muazzinni meni bekitib turibdi, azan to'lab turgan. Shu ayol uydagilarga imom bo'lib namoz o'qiydi. Uni uydagilar kimlar? Ayollarmi yoki shu uydagi ba'zi qul erlarmi bormi? Ehtimol. Demak, Shafi'i mazhab, Hanbali mazhabning dalili shu. Ana Hanafi mazhabda va boshqa mazhablarda hammasi asal ittifoq. Ayollardan birisi ayollar imom bo'lsa, erlarga o'sha oldiga chiqib turmaydi. Mesela ma'azrin sallu kamara aytumuni sallu tushmaydi hozir ma'lum. Tushmaydi. Ayollarning boshqacha. Demak, ayollarla erlarning o'ttirda ashunda, yani namozining o'ttirda ba'zi bir farqli bor. Yani vasatahunna dedi. Ashhatni ishi turdi. Oldiga 2 metr unda chiqib turmaydi. Hakada ruyan Aisha radhiyallohu anha. Bu biz bayatın şu. An Aisha anha sallat bi nisbatin al-asra faqamat wasatahunna degan İmam Shafi'i al-degan kitob rivoyat qilgan. Ibn Abi Shayba musannafida rivoyat qilgan asar shu. Bayhaqi rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Va huwa mahmulun ala al-ittida. Mana hozir o'sha Hazrat Aishadan kelgan Ummu Varaqa bint Nawfal, Ummu Salama radhiyallohu anhalardan kelgan asarlarni dalil qilib akaganga qarta Hanafi mazhabining javobi ma'lum. Bu islomning dastlabki davrida shunda bo'lgan. Burungi chaqlarda keyingi hukm bunda emas. Ayollar jamoati yo'q degan hukm bordi. Keyingi eng oxir muqimdalgan hukm nimachi? Yani burungi vaqtlarda shunda ayollar jamoat o'qitdi, keyin undan amaldan qoldirilgan. Balki Hazrat Aisha, Ummu Salama bular ayollarga imom bo'lib o'qishda balki ayollarga o'g'itish uchun shunda jamoat bo'lib o'qigan bo'lishi mumkin. Ya shu xato turiblam o'qiydi ekan. Yani sabtdan chiqmagan holatda. Tang turdi ekan. Yoki endi bakni o'qiysak bir qadam oldiga chiqdi deymiz. Imomning boshqaning farqlanishi uchun. Bo'lmasa shu sabtning ishidamlar. Ayolnikin yo'qlishi makruh ishi baytmagani naskamizlar buni asosan uni mustahabi emasligiga dalil bo'ladi, lekin uni mustahab bo'lmasa uni biroq makruh deydi. Hozirda mustahab emas deganga dalil qilish joyida. Lekin makruh deganga dalil u bo'lanmaydi. Faqat lam
ba'zi narsa kim bo'lib qolibdi buningda degani makruh. Yoki bunda deyish mumkin. Ayollarning o'zallig'i ayrim o'qishda asli qoida, ya'ni islom bekitgan qoida yolg'iz o'qish. Sunnatmi shu? Buning xilof qilish makruh deyish mumkin. Chunki bu yerda hozir jamoatlar o'qish to'g'riliq islom belgilash bo'lmadi hozir. Islom bir narsa belgilamadi ularga nisbatan. Bundan ayollarning sunnat qoidasi yolg'iz o'qish. Ayollarning sunnat qoidasi xilof jamoat bo'lib olgan ekan, bu makruh deyish mumkin. Burun çağlı. Yani adır bu mensukhlab ketgan çağlar demekçi. Alal-ibtida. Yani fi bidayetil İslam demekçi. Adır aşı digenler emmese nima bildirdi? Şu ayollarning jamoatlab o'qishi asli Rasulullohning davrida yo'qdi degan gapni ko'rsatdi. Mesela bo'lgan bo'lsa to'sqan gap kilatda, agar to'sildigan bo'lsa Sizlar agar to'sqan bo'lsa, unda makruh desak bo'ldi deydi. Zaman Hanifiy mazhabida to'sash uchun unda ish mavjud bo'lmagan zodi. Hatto mavjud bo'lish uchun Rasululloh bunda o'qsam bo'ldi degan chaqdan bo'ldi. Chunki shariatni qoidasini yetishtirgan Rasulullohda ayollar uchun jamoatlar o'qsam bo'ldi degan gap yo'q bo'lgandikan, amaliyat yo'q. Agar bo'lsa biz kiltdigan kammidi. Nima ekan? Zodi yo'qdi bu. Yo'q bo'lgandikan nimadan to'sadi? Ya şu, hazır Hanifi mazhabdagilar Hazreti Ayşe radhiyallohu anhadan, Ummu Salama, Ummu Varaqadan kelgan ahvollarni bu o'g'itish uchun bo'lgan bir ehtimol. Yoki bu Rasulullohdan keyin bo'lgan ish bo'lishi mumkin. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin. Ana bu yerda Ummu Varaqaga Rasululloh mazahini bekitib berdi dedi-ku. Ummu Varaqa mazahini bekitib berdi degan islom dastlabki chaqlari shunday qilgan. Keyin uni amaldan qoldirib o'tgan. Amaldan qoldirib o'tishi shu masalaga ayollar chiqib qatnash ruxsat qilgan va chetishlar. Ayollar masjidga chiqib namoz o'qigansa ruxsat qilinglar dedi-ku. La tamna'u ima Allah masajidallah. Yani ki şu uyda şu jamoatlar o'qish yo'q degan bildirdi. Jamoat ummatga biz masjidga jamoat qatnasha oldi, bahramon bo'ldi degan gap chiqaradi. Qanday bo'lmasa bu Hanifi mazhab bilan jumhurning so'z qarashi o'xshamas. Lekin Hanifi mazhabning agar erlarga o'xshash jamoatlab namoz o'qish mustahab bo'lgan bo'lsa, cho'qim buni targ'ib qilgan bo'ldi va bayon qilib, bu to'g'ri hadisga kelgan bo'ldi. Buni kamganligi mustahab emasligini ko'rsatdi. Hech bo'lmasa unda mustahab emas degan gap chiqdi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.